Siz bu suratdagi insonlarni yaxshi taniysiz. Ularning hozirgi ko'rinishi qanday ekanligini ham bilasiz. Lekin bugungi kungacha qanday yetib kelganliklari haqida ko'pchilikda ma'lumot yo'q. Biz eng baxtli oilalarni ko'rsatishda davom etamiz. Chunki bizning missiyamiz shu. Bugungi suhbat hammasidan boshqacha bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Yakshanba xayrli bo'lsin. Chunki boshqacha mehmonlar kelishgan. Shunaqa. Farqi nima? Maqtanglar bizlarni. Maqtaymiz. Hammaga xayrli kech. Assalomu alaykum. To'g'risini aytsam, tezroq suhbat boshlansin va biz bir dunyo yangilik va ma'lumotlar olaylik deb turibman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Aleksandr Bekjonov va O'zbekiston xalq artisti Mehri Bekjonova turmush qurganlariga 40 yil bo'lgan. Muqimiy nomidagi musiqali drama teatridagi faoliyatga ham 40 yildan oshdi. 100 dan ortiq filmlar va spektakllarda ham birgalikda rollarni ijro etishganini siz yaxshi bilasiz. Bekjonovlarning 2 nafar farzandlari va 3 ta nabiralari ham bor. Farzandlar ham san'at yo'llarini tanlashgan. Bekjonovlarning muhabbat tarixi va baxtli yashash falsafasi o'zgacha. Bugun ularning orzu qilgan hayotlari va erishgan maqsadlari haqida gaplashamiz. Bir narsani alohida aytmoqchiman. Biz kichkinaligimizda siz o'ynagan filmlarni, spektakllarni ko'rib katta bo'lganmiz-ku. Mana hozir sizni yonimizda ko'rib turib ham bir narsaga amin bo'lyapman. Hech ham o'zgarishmaydi bular nimagadir. Umuman o'zgarish o'sha vaqtda ham shunaqa, hozir ham shunaqa. Sardorbek, menda o'zgarish sezmayapsiz? Yo'q. Yo, yaxshi tomonga o'zgarish bor. Gaparit. Mana shu farangizdan ham ozg'in edi bu. Yoshliklarda Menga tegmasdan oldin. Tekkandan keyin gurkirab ketdi. Qarang. demak bu nimadan? Muhabbat, bu muhabbat. Muhabbatdanmi, mehrdanmi, puldanmi, nimadan? Muhabbat xey. Muhabbat. Kuldirishdan. Kuldirishdan. Mani doim kuldirib yurarlar. Shu haliga xohlab kulsang 10 ta tuxum yegandek bo'lasan, baquvvat bo'lasan deydi. Shu baquvvatlashib ketyapman kuldirib mani hazil mutoyibalar bilan. Qancha tuxumlar olib berganman senga. Yig'latmaganlarga shukr, Demak, yig'latmaganlar. agarda hozir gaplardan xulosa qiladigan bo'lsak, Sasha akada muhabbat ko'proq, shundaymi? Kimning sevgisi kuchliroq? Sezgir qizda. Chunki otasi shunaqa edi. Yo'q, sezgir. Menda ko'proqda, toqatda shunaqa o'zi. Aha. Tasdiqlaysizmi? Bularda sevgi, muhabbat ko'proq ekan. Tasdiqlayman. Ilk marotaba Men kameraga qaqqa borardingiz. ilk marotaba Mehrobani uchratganingizda ular necha yosh edilar? 80-yil bo'lsa, 18 yosh. 18 bahorda ekanman-da. 18 yosh. Bitta bunday qarab yurib, hali odam quyoshga bunday qarasa, ha bo'ladi-yu quyoshga ko'zsi. Bunday qarab turib, ha bo'lib ketganman-da. Quyosh nurlari hammasi kelib mana shu yerga qo'nganda keyin. Unaqa qo'rqinchli qilib aytmang-da. Romantik qilib aytib bering. Bo'lganman deydi. Yo'q, siz qo'rqinchli qilyapsiz. Yo'q, yurakka kirish, yurakda hamma narsa. U butun insonning qalbida hamma narsa. Hali nima edi? Dunyo hammasi qalbning ichida, u Rumining so'zida, hozir kelmayapti so'zi. Butun dunyo mana shu yerga joylashgan o'zi, yurakning ichida. Yurak o'zi kichkinagina, lekin ichiga dunyo joylashgan. Shunaqa yaralganmizda endi. Shu joyga joylashgan joyga yaxshilik ham, yomonlik kelganda bir titratib qo'yadi-da. Sevgi endi u aralashtirib yuboradi. Xuddi haligi bo'ron yo vulqon chiqadi-yu yer tagiga. Shunaqa bor. Yo'q, endi bor gap-ku. Yaxshi ta'riflayapsiz. Lekin bu Xuddi o'zingizda shunaqa bo'lmaganda. yo'q, menda bo'lmagan. Birinchi sevgingiz Mehrob ham hisoblanadilarmi? Birinchi muhabbatingiz.
To'g'risini aytdim. To'g'risini ayting endi. To'g'risini. Nima Mana sabab? haqiqatda aytadigan vaqt keldi. To'g'rimi? 52 yil o'tdi. Ha, menga aytmagan. Mana bularni oldida ayting. Mana guvoh bo'ling. keyin uyga borganda ko'rsataman kuningizni. Yo. Baribir To'g'risini o'g'il aytdi. bolalarda haligi maktabda ham bir Ha, bo'ladi-yu bo'ladi. bir. Bo'lgan-ku. Ehtiyot bo'lib savol bering lekin. Yomon. Qiz bolalarda ham bo'ladi. Sardarbek, ha. Bu yomon bola ekan. Niyati boshqa, ikkalamizni urushtirmoqchi. Yo'q. Yo'q, bugun ichingizdagini ochib chochasiz hammasini. Yo'q, 3-sinfligimda sinfdosh qiz bola tushimga kirib yaxshi ko'rib qo'yganman. To'g'ri, bo'lganim bunaqa ham. 3-sinf nima degan narsa hozir qarasangiz 3-sinf bolalar. Yaxshi ham tushingizda ekan. Mana boshlandi. Nima demadilar? Ayollar tushingizda ko'rganingizni ham rashk qilishadi. Albatta. Shuning uchun boshqa temaga o'taylik. Ha, dadasi. Nimalarni o'ylab, eslab o'tiribsiz? Yoshligim esimga tushdi-da. Haligi chiroyli paytlarim, zo'r paytlarim edi. Endi yoshligimizda hammamiz ham chiroyli bo'lganmiz. Men ham chiroyli bo'lganman. Yo'q, boshqa narsani aytmoqchi edim-da. O'sha paytlari haligi Venera degan qizga bo'ladi-yu, yoshlikda bo'ladi-yu. Sevgi izhor qilganman. Voy. Otasi boyvachcha edi. Hozir agar unga uylangan bo'lsam-chi, chet ellarda mazza qilib dam olib yurgan bo'lardi. O'zi aslida Mehrob rashkchimilar? Menmi? Shuncha aktrisalar bilan ishlagan paytlari ham bo'lgan, partnyor ham bo'lganlar. Endi men rashkimni ko'p ham ochiq nima qilavermayman. Lekin rashk qilasiz, Ichimda bildirmaysiz. bo'ladi. Ayrimini bildiraman, ozgina. Lekin ko'pini ichimda saqlab yuraman. Bular rosa bildiradilar. Rosa bildirganlar. Ana nima aytdingiz? Siz darrov sezasizmi rashk qilayotganlarni? Bildirmasalar ham. Sezamanu hech narsa bo'lmagan. Rol o'ynaydilar. Sizni rashkingiz mana kuchli bo'lgan ekan. Yoshlikda. Kulishib o'tiribmiz o'rtoqlar, endi qo'yinglar. Rashk rashksiz qanaqa? Rashk iymondan. Albatta, rashk bo'lmasa endi o'zingni palavinka deydi-yu. Ikkinchi yarmi. Bilmadim, men egoist edim uni. Yo'q, hamma erkak egoist. Meniki bo'lishi kerak. Kimga qanday rashk qilgan bu men yaxshi ma'noda deb tushunaman. Rashk iymondan deydi-yu. Faqat bitta anaqasi bor, me'yoridan oshib ketmaslik kerak. Bugun yakshanba aktyorlar uchun dam olish kuni emas, chunki aksariyat yurtdoshlarimiz aynan dam olish kunlari teatrga kelishni yaxshi ko'rishadi. Muqimiy teatr. Bugun qahramonlarimiz bilan mana shu yerda suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Kelinglar. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Birinchi marta necha yoshingizda mana shu eshikni xatlab o'tgansiz? Assalomu alaykum. Mehrob ham shu yerdalar. Yaxshimisiz? Mana bu tomoshabin zalimiz. Mana qarang, Fayzlimi? Fayzli. Haligi hammani o'zini xonadoni yoqadi-yu. Bizning teatr yoqadi, bizniki Fayzlida baribir. Boshqa teatrni kamsitmagan holda zo'r, sharoitlar zo'r. Bizniki oddiylik, samimiylik bor. Ohangrabosi bor. Albatta. Nechinchi yilda qurilgan bu teatr? Buni qarangki, bizni teatrimiz aynan urush ketayotgan paytda. 1943-yilda qurilgan. Qarangki, o'sha paytdan o'zi urush ketyapti. G'alabaga bo'lgan ishonch bo'lgan. G'alabaga baribir ishonch bo'lib, urush paytida ma'naviyatga, madaniyatga, mana teatrga e'tibor kuchli bo'lgan. Zo'r. Teatrdagi eng sevimli joyingiz qayer? Teatrdagi eng sevimli joyim Sahna. Sizniki sahna, sizniki? Sahna bu hamma uchun shunaqa, lekin kelib, dam olib, rollarni o'ylab o'tirish uchun hammani o'zini Grimxonasi. Grimxonasi bo'ladi. Ya'ni grimxonaga kirsang, bir oylab o'ynamagan yo 15 yillab o'ynamagan rollaring ham o'tirsang esingga keladi. Bu yerda aurasi o'ziga yordam beradi-da. Tushunarli. Qaysi hamkasbingiz bilan sirlashib turasiz? Bu yerda Men bilan.
mana Albatta men bilan. eng yaqin hamkasbim mana yoningizda turibdi. Aha. Qaysi hamkasbingiz to'ylarni bahona qilib spektakliga kelmaydi yoki dublyor qo'yaveradi? Bunaqasi ham bo'lib turadi. Bor. Bo'ladi. Uni aytsak o'zimni aybim ham chiqib qoladi. Ana, tanagan bu ham mardlik. Beayb Parvardigor deydi. Lekin endi baribir hamma narsani o'zining normasi, me'yori borda. lekin Farangiz bilasizmi, to'g'ri aktyorlarni, san'atkorlarni hamma joylarda ishlari bor. Lekin teatr ish joyimi birinchi ish mana shu yerda bo'lishi kerak. U keyingilari ikkinchi darajali ish. Mana shu yerda asosiy Oldin ham ishimiz. aytgandim bir gapki, mani tengdoshlarimni ko'pchiligi kinoda juda katta ishlar qilishgan. Men mana shu teatrni o'ylab, spektakllarni o'ylab, ko'p narsani o'ylab o'shalardan orqada qolib ketganman. Shuni so'ramoqchi edim. Teatrda ishlab turib, nimalarni qilishga ulgurmadim deb o'zingizga o'zingiz aytasiz. Teatrda Bormi shunaqa ishlab ishlar? turib qarang, buni qarang. Teatrda ishlab turib butun narsaga erishshammi? Ganda ham bo'lasiz. Teatrda ishlab turib, anuni ham qilsam bo'lardi, mana buni ham qilsam. Odam ko'zi ochiq. Kinoda ham o'ynasam bo'lardi, televideniyada ham o'ynasam bo'lardi, spektaklda ham o'ynasam bo'lardi, xalqning ichida, to'yda ham, u yoq. San'atkor xalq bilan tiraydi. Xalqning oldiga qancha chiqsa, oldinlari shuni teskarisi edi. Masalan, shaxsan menda tomoshabinning oldiga chiqsam qaltiroq bo'lardi. Hayajonlar. Qilishim kerak shu ishni, lekin ichimda bilaman, shuni qila olaman deb ichingda hayajon bo'lardi. Ovoz ichingdan qaltiraganini tomoshabin sezmaydi-da. Lekin uni sekin shuncha aytadiki, haligi tabib emas, boshidan o'tkazgan sari hayot tajribasi bo'lgan sari o'sha narsalar yo'qolib ketib, hozir aksincha tomoshabin kam bo'lsa, unaqa tomoshabin ko'p bo'lgan sari ilhom keladi hozir. Orkestr o'tirib chaladi. Biz ularni eshitib, hamohanglikda Mana endi ariyalarimizni kuylaymiz. qarang, boshqacha estiladimi ovoz yo'qmi? Boshqacha Shu turing shu yerda akustikasi turing bor. bo'lsa boshqacha. Qani? Qarang. Hey quyosh. Ko'rsat yuzing, aytib beruvdim-ku. Mana shu yerda, mana shu sahnada, muqaddas sahnada buni juda katta ustozlarimiz aytgan, afsonalarimiz aytgan bu yerda. Nimalar deyapsan, Ma'suma? Siz boshqasiz. Siz meni orzularimni o'ldirdingiz. Siz meni qadrimni, Kechir, Ma'suma. tuyg'ularimni toptadingiz, Matlab aka. Alvida. Alvida. Nimalar deyapsan, Ma'suma? Ma'suma, ketma. Men sensiz yashay olmayman, Ma'suma. Ma'suma. Ma'suma, ketma, Ma'suma. 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 Oilangizga necha yil bo'ldi? Oilamizga endi agar turmush kunim qurganimdan boshlasak 40 yilcha bo'ldi. Tanishganimizga undan ko'p bo'ldi. Aha. 45 yil. Hayotingizni qaysi davrda ko'proq nima deydi, masalan, kelisha olmay qolyapsizlar deylik. Oldin tez fikringiz to'g'ri kelmasmidi yoki hozirmi? 40 yil turmush qurib bo'lgandan keyinmi? Oldin ko'proq bo'lardi. Lekin yana falsafiy narsalarni gapirtirasizlar-da. Inson bir xil inson yo'q dunyoda-da. Hozir ham bo'ladi tortishuvimiz. Endi hamma ham yoshlikda xato qiladi. Hali jahlga berilib, aqli ketib qoladi. Yoshlikda bu, yoshlikda bir qaynoq bo'ladi, qonimiz qaynoq bo'lgan. Hali gaping bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Xaraktering ozgina nima bo'lib qoladi. Meni injiqligim bo'lgan o'sha paytda, bularning qattiqqo'lligi bo'lgan. O'sha narsalar sabab bo'lib ozgina nari beri past baland bo'ladi-da hamma oilada. Biz endi o'shalardan o'tdik, Xudoga shukr. Hozirgi kunda mana hozirgi pallaga oladigan bo'lsak, yoshimiz 60 dan o'tgan pallaga oladigan bo'lsak, hozir kengroq tushunib, ozgina haligi analiz deydimi, tahlil qilib nima qilamiz. Shunda ham ozgina meni injiqligim bor. Ha, bor ha. Bir yoshlikni eslab turasiz. Qaysarligim bor. Xotin tan olganda qarsak chalish kerak. Men har doim tan olaman. Zo'r gap bo'ldi lekin. Qaysarligim bor-da. Bir narsada mana babi yoshlar ko'rib turadi bizni. Yoshlar ko'ryapti, bizni boshqa qilyapti-yu. Endi oila degan narsani qurganda
har safar aytaman, juda qo'pol gap bor, er xotin qo'sh ho'kiz degan gap bor. U demak qo'sh ikkalasi yer haydash uchun birga omoch tashaladi va tortish kerak, yerni haydash kerak. Ya'ni yer boqadi ekan mana, o'tga bir narsa qadaladi, ekiladi. O'sha borada ikkita odamni birgalikda tortgani, oilada ikki kishi-ku mana, er xotin. Bir kishi tortganda yo erkak bo'ladimi, yo og'ir bo'ladi. Og'ir bo'ladi, kasallikka bilmadim men. Shuning uchun ota bobolarimizdan aytganda birga tortishga. Endi oila qurganda orada omochda turib urush janjal bo'ladi, ani o'ylash kerak baribir. Omochni o'ylash kerak. Jahl chiqadi, to'g'ri. Boya aytganimdek hamma har xil yaralgan. Endi shuni tushunguncha vaqt kerak, sabr kerak, toqat kerak. Shukur kerak va maqsad kerakki, ayniqsa ozgina tortib yuruvchi farzandlar paydo bo'ladi-ku, paydo. Ha, farzand saniku. Sen tufayli u farzand bir narsa bo'lib qolmasligi kerak. Birovning qo'liga qaramay qoldi. Demoqchimanki, shuning uchun bo'lsa kerak, shuni ko'proq o'ynaganmiz. Kerak joyda bir yerda men balkim tilimni tishlagandirman. Kerak joyda balkim bu tilni tishlagandir. Aytdimki, bir xil odam yo'q. Ota bola ham bir xil emas. Menga o'xshaydi meni o'g'lim deydi-ku, sizga o'xshatdi deydi. O'xshashi mumkin. Ikki dunyoda ichki dunyosi kelmaydi. To'g'ri. Aha. Men so'ramoqchi bo'lgan narsam o'sha vaqtlarda 5 yil, 6 yil muhabbat bo'lgan, to'g'rimi? Lekin rostdan oldin shunaqa. Nima deganingiz 5-6 yil? Hozir ham bormi? Yo'q, men turmushgacha, to'ygacha bo'lgan vaziyatda aytyapman-da. Yoshlarda Romeo va Julietta, Shohruxxon. Ha, oila qurmas oldin deyapsiz. O'sha vaqtlarda masalan sizni oila qurishingizga, keyinchalik baxtli bo'lishingizga ishonch bildirmagan odamlar bo'lganmi? Men eslamayman, eshitmaganman. Bir-biringlarga mos-massizlar. Ana bunday, mana bunday degan nimalar eshitmaganman. Unaqa yomon ma'noda hech kim bizga gapirmagan uni. Ular mana Xorazmlik, men Namangandan, Vodiydanman. Lekin to'yimiz bo'lishdan oldin mashaligi to'y anaqalari bordi keldi nimalarda ozgina meni uyimdagilar g'alati bo'lishgan. Nimaga ismi Sasha? Qanaqa oila? Qayerdan topding? O'rismi? U yoq, bu yoq. Ana shunaqa savollar, ozgina tushunmovchiliklar bo'lgan. Ular hammasi bartaraf etilgan. To'yimiz o'tgandan keyin yangi kuyov paytlarida hamma qarindosh urug'larim bilan tanishtirib, amakilarim, ammalarim, xolalarim hammalari yaxshi ko'rdi. Hammasini og'zini o'chirib tashlagansiz. Hammalari. Yo'q, kim o'chirgan? Kim o'chirgan ular? Bular o'zlari o'chirganmi o'zi? Ha, o'zingizmi? Oramizdagi qaysi o'xshashlik senga ko'proq yoqadi? Mehnatsevarlik. Munosabatlarimizda nimada murosaga borganim uchun mendan minnatdor bo'lgansiz. Ko'p bo'lgan, nimaga endi bu narsa hayotda juda ko'p bo'lgan. Aytganimni qilganingda juda ham minnatdor bo'lganman. Qaysi odatimni o'zgartirgan bo'larding? Endi o'zgardi ham shekilli-ku. Haligi uyquni yaxshi ko'rishingizni yomon ko'rardim. Hozir ko'p uxlamayapsiz-ku. Mendan vaqtli turasiz. Ota, onangizdan o'zingizga olgan eng katta meros. Birovni aldamaslik, qo'lingdan yaxshilik kelmasa yomonlik qilmaslik va haq so'zlik. Qaysi o'ynagan rolim senga umuman yoqmaydi? O'sha degan tamom. Ha, o'sha. Nafaqat menga, boshqalarga ham yoqmagan. Gap men haqimda borsa, nimani aslo qabul qilmagan bo'lardingiz? Sen haqingda boshqalarni yomon gapirishi, yomon fikrga, yomon o'yga borishini xohlayman. Xo'sh, senga sevishimni aytmasdan qanday ko'rsata olaman? Oilaparvarligingiz bilan, oilani to'la to'kis qilib qo'yganingiz bilan, keyin baribir meni ko'nglimga qaraganingiz bilan. Qaysi o'ynagan rolim sizga yaxshi ma'noda ta'sir qilgan? Ayniqsa spektakldan bo'lsa agar, O'lding aziz bo'lding degan spektakldagi qizni farzand Guliston roli. Bularni muhabbatlarini qozonish uchun nima qilgansiz? Muhabbatni qozonish uchun samimiy bo'lish kerak. Yolg'ondan
man gaplashib qolamizda. Ayrim bir ikkita o'rtoqlarim bor. Xotinni mahbubam, palon, ha deydi. Men lekin uni nima qilib yurganini bilaman-da. To'g'ri. Bunday qarayman, xotini xursand. Lekin men uni nima qilib yurganini yaxshi bilaman. O'sha erkakni. Va. Shunaqa qila olmayman. Bu bilan, lekin mana hozir ochyapsizlar, bu aytgan. Shunaqa demaysiz, bunaqa demaysiz. Qanaqa chaqirasiz? Men aytganman-da, Xotini, mana xotini aytdi. siz rosa anaqasiz. Mehri deysiz. Nima Otini oti shu-ku, yo boshqachami oti? qo'pollik qilasiz, qo'polsiz, jiddiylikni nimaligini bir asalim, jonim deb gapirmaysiz deb endi ayol kishiligimga borganman-da, ayol kishiga qulog'iga yoqadi-yu, shirin gaplar desam, menga qaradiganlar. Mani asalim, jonimni mani ma'badimda, qalbimda. Uni siyqasi chiqasi. Men senga yuzingga aytdim. Lekin erkak ayoliga deb bir ursa aytib turish kerak deb bilaman. Mani ayollar hammasi ma'qullaydi shu gapimni. To'g'ri. Ha. Yordam bersalar menga hamma tomonlama. Nima kerak yana senga? Pul bersalar. Pul bersalar. Ha. Pul bersalar. Mana topganim. Umuman olmasam. Mana Berib kelsalar. yana olmasam. Mana topganim saniki deganman-ku deydilar. Qaysi yer shunaqa qiladi? Ayting. To'g'ri. Ha. Shuning uchun ham 40 yildan beri yashayapmiz deng. Har Keyin qanday jonimda bular aytganlarda o'sha gaplariga men qoyil qolganman. Men deganlar, mehri deganlar. Oilamizni aqli bo'lsam, aqli. Sen barakasisan degan. Ana shu asalim, jonim deganlar deyman. Endi qiziq tomoni. Ko'nglim buzilib ketdi. Endi qizig'iki, men hozir biza hammaga baxtli, boshqa, lekin bu baxtga mardikorlik ham qilganman. Uylanganda qilganman hali ham. Oilani boqish uchun. Ungacha o'qib yurganimizda ham, birga gaplashib yurganimizda ham mardikorlik qilganman. Bildirmasdan uni. Uylangandan keyin ham bildirmasdan bir ikki marta qilib, undan bir 10 yillardan keyinmi, necha yillardan esingdanmi, shunaqa 2 kun og'ayni qo'yliqqa borib, bir uyda g'ish qo'yganman. Nimaga? Xorazmga uchib ketishimizga pulimiz qolmaganda 40 necha so'm bo'lardi. Ikkalamizga pul ishlab kelganman-da. Keldim mana, og'ay aytmaganman. Lekin qo'llarim yorilgan. Nima, qo'llaringiz bunday aytmasdi. So'rashganimda sezib qolganman-da, qo'llari qadoq bo'lib, adir-budir bo'lib qolgan. Nimaga qo'llaringiz bunaqa deb so'raganman. Uyalganlar. Chunki bunday deb. nimada? Mehnat bilan topilgan narsani shirini, fayzi boshqacha bo'ladi-da. Lekin biz o'zimiz mehnat qilib, mana uyimiz bo'lmagan, biza mana shu mendan kichkina, bundan mana yarimiz keladigan nimada, yotoqxonada, oilaviy yotoqxonada birga turganmiz shu yerda. Teatrda ishlab. O, yotoqxonada turmushdan keyin. Qadridagi borib. Turmushdan keyin mana shundan, mana shu eshikni bu yog'i bo'lsa, mana shunday joyda. Shu yerda oyoq kiyimimiz, qozonimiz, shu yerda osadigan kiyimlarimiz, shu yerga mehmon ham kelardi shu yerga. Shu yerda 5 yil yashaganmiz shu yerda. Mana hozir Milliy teatrning orqasida baland bino bor, 9-etajda turganmiz. Yoz paytda quyosh assalomu alaykum deb chiqardi-da. Yaxshimizda. Sizni xonangizga tushirardi. 9-etaj-ku, tepadan ham uradi-da u. Endi burchakda boshqalar turadigan joylar ham bor edi, ular bizanikidan ham. Bizda ozgina soya ozgina bo'lib turardi-da, shu tepadan repetitsiyalarda o'tirardik-da teatrda. Vaqtimiz bo'lsa, uyga ketdikmi demasdim hazillashib. Tandirga ketdikmi dedim. Nimaga deng? Yarim kechasi uyg'onsak ham, nimani ushlasak, devorni ushlasak, qaynamasi iliq bo'lardi. Va kunduz kuni endi paras qiling. Mana endi yozda qanaqa shunaqangi issiq bo'lsa, nafas kelmaydigan, qishda shunaqa darajada sovuq. Shunda ham o'zingizni baxtli his qilgansiz. Ha, mana, demak u juda zo'r payt. haligi hashamatli uyda emas, hashamatli mashinada emas. Hozir mana shunda turganmiz, sabr toqat qilganmiz, boshqa qilganmiz. Men ko'p intervyularda ham gapirganman-ku. Men Xorazmda paytimda u paytlari bitta mahallada yo bitta odamda yo ikkita odamda mashina bo'lgan. Mahallada. Ham hali nimada emas. Keyin men otam bu yoqqa ketishim kerak, Toshkentga ketishim kerak. Oyoqlari oqsab yurardi. Hassada yurardi. Taqillatardilar-da, bir o'sha odamning uyiga borib. Meni
O'g'lim shunday vokzalga tashlab keling, aeroportga tashlab keling, iltimos Toshkentga. Bo'ldi. Sotimboy edi otlar. Sotim aka. Bo'ldi, xo'p. Keyin bitta emas, 3 ta mashinam bo'ldi. Uyimizda. Lekin ota yo'q. Studiyamizda mehmon bor Abdulla Said Kamalov, numerolog. Ular tomonlaridan hozir biz 40 yildan beri baxtli yashab kelayotgan oilani ba'zi xarakterlarini ochishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. 40 yildan beri bir-biringizdan berkitgan narsalar bo'lishi mumkin Yo'q, juda deyaptilar. unchalik emas. Hozir faqatgina tug'ilgan yilingizni so'raymiz, raqamlarni moslashtiradilar va sizlarga xarakteristika beradilar. Men 62-yil 1-yanvar. Mana bularniki yo'lbars yili. Lekin xarakterda yumshoqlik bor bo'ladi. Sizda itoat qilishga moyillik bor. Ba'zan yo'lbarsligingiz chiqib, mana sigirga tashab qo'ymasangiz, mo'g'ul yashang. Mana endi siznikini yana boshqatdan 1961 10-iyul. 10-iyulda 7:07 da. Lekin ikkalanglar chiqishinglar kerak emas edi nimagadir. Ikki bular bo'ysunishga moyilliklari bo'lgani uchun sizga sal bo'ysunib yashayaptilar. Sizni bu yerda haligi buqa yili degan to'g'ri bo'ladi baribir menimcha. Buqa yili, buqadagi haligi qaysarlik sizda bor-ku. Bor. Tushunyapsizmi? Raqam 7 chiqyapti. 7lar bu har bitta sohada, har bitta jabhada o'zini mustahkam fikr bor insonlar. Ana endi 7 ga 2 ni qo'shsa 9 chiqyapti. Bu eshitgan bo'lsanglar, yapon falsafasida bor. 9 bilan 4 ularda takoy nebлагополучный, uncha yaxshi emas sonlar hisoblanadi. Shu 9 soni chiqqanda insonlar bir-biri bilan chiqishi juda qiyin bo'ladi. Lekin ular qo'shilganda 9 chiqsa, qo'shilganda juda chiqish qiyin bo'ladi, lekin ularga aytaylik, Alloh tomonidan yelim sifatida zo'r katta mehr-muhabbat beriladi yoki bir nechta farzandlar beriladiki, bu ikkita odam bir-biridan qochib qutula olmaydi. Shunday ekan, siz bularga ruhiy ustozsiz, bular sizga ruhiy ustoz bo'lgan. Yana bitta narsaki, boyagi qisqichbaqani ozgina xarakteri bor, sal orqaga tashab qoladigan xarakter bor qisqichbaqada. Mayli deb sal tisarilib, sal yon bossangiz, bular ozgina yo'lbarsligini ko'rsatadilar. Shu bilan bir gal bular kattaroqlar, bir gal siz kattaroqsiz. Shu bilan mana qarabsizki, 40 yil ko'z yumib ochguncha. Bor, to'ppa-to'g'ri. Yashang. O'zbek ayollarida bo'ladi-yu, turmush o'rtoqlarini ishdan qaytishlarini, kech qaytishlarini kutish, boshqa. Sizda bu narsa kamroq bo'lgan-a? Birga borib, birga kelishganda men Birga borib, Ko'pincha birga borib, birga kelib. Agar men uyda bo'lsam, albatta o'sha o'zbek ayoli qiladigan ishlarni, yumushlarni uyda qilib, ro'molni o'rab, men uyda tanimaysizlar. Bugun yasantisam kelganda. Qo'qon Yaqinlarim bilishadi. Men o'zi uyda unaqa hali andozlar qilib, hali gulini guliga qilib, bir o'lakcha bo'lib yurmayman. Oddiy ayol bo'lib yuraman. Uyda oddiy yuraman. Hozir ham ko'chamizda bo'sh bo'lsa, hamma harakat qilib qiladi-ku. Bo'sh bo'lsa chiqadi-da, barglar tushgan masalan, ha. Supurib yurgan ekan, qo'shnimiz bittasi o'tib televizorda ko'rgan-ku. Hayron qoldim, o'xshaydi shu. Sizmi shu? Xalq artisti ham supuradimi? Ba'zida ssenariy yozildida xotinni u yerda o'ynaydigan roli bor, deylik. Turmush o'rtog'iga sizni tanlashyapti-da, partnyorga boshqasi. Bunaqasi o'zi ko'p bo'lgan, sizda ham. O'sha vaqtda ozgina qizg'anasizmi o'sha rolni? Uni menga qarab gapiring. Noto'g'ri, bunaqasiga gaplashing. Yo'q, bunaqasiga ham. Men rolni deyapman, ya'ni. Rolni emas. Endi shu kasbdamiz-ku, tushunamiz, hammasini tushunamiz-da. Rollar, men atalab yaqinda bir bo'mog'i rol o'ynaganman. Uni ko'rishdi, so'kishlar eshitdim ancha-muncha xalqdan. Sizga yarashmaydi bunaqa deyishdi-da. Endi tushunch birinchi galda ishonch bo'lsa, ishonch bo'lishi kerak.
hamma narsada ishonch bo'lsa hamma narsa bo'laveradi. Sahnada deylik, rol ijro etayotgan paytlarida baribir baholovchi va birinchi tanqidchi siz bo'lsangiz kerak. Teatrning o'zida hammasini aytib qo'yasizmi, kamchiliklarni yoki alohida bir vaqt qo'yilab Ketyapmiz mashinada, ketyapmiz. Borganda, kelganda mashinada birgamiz. Shu mashinani ichi bizada xudsavet. Majlislar zali. Majlislar zali. hamma narsa gapiriladi. O'sha yerda undoq man bitirmay qarab, yo'q, rejissor shunaqa talab qilgan. O'sha shuni yo'q, o'zing fikr qil. Rejissor ham talab qilgani bilan har bir ijodkorni o'zini tutgan o'rni ham bo'lishi kerak, fikri ham bo'lishi kerak-ku. O'zini qarashi bo'ladi. Qarashi bo'lishi kerak. Muqimiy nomidagi musiqali drama teatr aktyor aktrisalar hammalari qo'shiq aytishadi. Bitta hozir 4 qator qo'shiq aytib berasiz, biz guldasta beramiz. Muhabbat haqida biron bir ariya bo'lsa agar. Bizni o'zbek san'atimizda Layli Majnun, Tohir Zuhro, Farhod Shirin degan u buyuk bobomizni qalamiga mansub bo'lganda u Hazrat Alisher, Mir Alisher bobomizni. Shuning uchun ham xalqimiz dilidagi narsalarni yozgani uchun ham shu asarlarni, xalqchil asarlarni xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, Tohir Zuhroda ey quyosh ko'rsat yuzing tundan bag'ir qonlanmasin tun qarasi yora zulfi dek parishonlanmasin sahna-i olamni ravshan qil yorug' nuring bilan pardai zulmatni yirtib pora qil jonlanmasin pardai zulmatni yirtib pora qil jonlan mana shu gullarning nomimdan 3 kun deganda kelmading, yolg'izligimni bilmading, yoki nazariga ilmading, yormuncha zor etding meni. O'tdi oradan 6 kun, ko'ksimda g'amlardan tugun, ayniqsa ko'p kutdim shu kun, yormuncha zor etding meni, yormuncha zor etding meni. Rahmat guldastalar uchun men yaxshi ko'rgan sara gullardan mana rahmat dadasi, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtli hayot kechiring. Qalbingizda neki orzular bo'lsa, hammasi ro'yobga chiqsin va har doim millionlab tomoshabinlarning eng sevimli aktyor va aktrisasi bo'ling. Farzandlaringiz ham eng kamida sizlar kabi baxtli bo'lishsin Ilohim. va siz ularga har doim bosh bo'ling. Jamiyatimizda siz kabi baxtli oilalar ko'paysin.